Hozir mana shu yerga qoldirib ketsam hamma Johani o'g'ri deb o'ylaydi. Yaxshi bo'ladi, men ish havasdan qutulaman. Bo'ldi, ketdi meni hech kim ko'rmagan bo'lsa bo'ldi. Barchaga salomlar, bizlar bilan yana Joha va sizlar yangi videoda. Albatta kanalga tez obuna bo'linglar va videoni oxirigacha kuzatinglar, chunki qishloqda har doimgidek ajoyib sarguzashtlarni ko'rishda davom etamiz. Mana shu soatim juda ham jonga tegib ketdi, shuni yoqib yuborishim kerak qayergadir. Tak, polizda yaxshigina hosillar, tushunmadim, politsiyachimi? Da, rostona politsiya menga nima deydi ekan? Xo'sh, yigitcha, qalaysan? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qishloqda kecha tunda o'g'irlik sodir bo'lgan. Seni xabaring bormi? Yo'q, meni xabarim yo'q. Yaxshi, demak sen buni bilmaysan. Ha, bilmayman. Men o'ylabman sen o'g'risan deb. Yo, siz noto'g'ri o'ylagansiz. Yaxshi, o'g'ri bo'lmasang, hozir senga hujjat beraman. O'sha hujjatga imzo qo'yib berishing kerak. Nimaga imzo qo'yib berishim kerak? Men o'g'ri emasman, men o'g'irlamaganman va men o'g'irlikka, guvoh bo'lmadim deb qo'l qo'yib berasan, tushundingmi? Mayli, hujjat bering chiqani. Hozir topib olay, hujjatlarim ko'pda, hammaga qo'l qo'ydirib yuribman. Tushunarli, lekin to'g'risini aytsam hech qanaqangi o'g'irlik va boshqa narsalarga duch kelganim yo'q. Yaxshi, tezroq imzoingni qo'y. Mana qo'ydim, olishingiz mumkin. Bo'ldi, gap yo'q. Endi esa men bu hozir qog'ozni olib ketaman. Bemalol olib ketishingiz mumkin. Agar qanaqadir o'g'rini ko'rib qolsang, menga xabar qil. Mayli, xabar qilaman. Bo'pti. Albatta qo'ng'iroq qil, tushundingmi? Tushundim, qo'ng'iroq qilaman. Qanaqa o'g'irlik sodir bo'ldi ekan, tushunmadim. Mayli, nima bo'lsa ham obunachilar nima deyotganim sizlarga, kanalga obuna bo'linglar, videoga like bosinglar deyotganim oxirigacha ko'ringlar. Endi oxirigacha ko'rmasanglar bo'lmaydi, chunki qanaqa o'g'ri ekan, o'g'rini aniqlash kerak. Xo'p, poliz ekinlarni birinchi o'rinda tozalab olaman. Tak, bo'ldi, endi qaytarib ekib chiqish kerak. Bularni tez tozalab tashladim. Juda ham yaxshi bo'ldi. Tushunmadim. Kamerami? Bu kamera qayerdan kelib qoldi? Asta, tushunmadim. Bu yerlarda ham kamera. Sen hali ko'rmadingmi, Joha? Nimani ko'rishim kerak edi? Hamma yoqqa kamera o'rnatib chiqishdi, ya'ni kecha sodir bo'lgan o'g'irlikdan keyin. Yo'q, men ko'rmagandim, endi ko'ryapman. Yaxshi, lekin o'g'irlikni qattiq tekshirishyapti. Kim o'g'ri bo'lsa ham yomon jazolansa kerak. Bilmadim. Sen o'g'irlamaganmisan ish qilib? Yo'q, men qayerda o'g'irlayman? Men o'zim qo'limdagi ishlar bilan shug'ullanib yuribman-ku. Aniq o'g'irlamadingmi? Yo'q, jinimisan, men halol odamman-ku. Shunaqa bo'l, halol odam bo'lish kerak. Obunachilarimga ham aytib qo'y. Johan obunachilar, halol bo'linglar, hech qachon o'g'irlik qilmanglar. To'g'ri aytyapti, hech qachon o'g'irlik yomon narsa, qilib o'tirmanglar. Bo'ldi, senlarni obunachilarimga aytgan maslahatinglarni obunachilarim qilishadi albatta, chunki u o'g'irlik yomon ish. Sizlarga ko'ryapsizlarmi? Jitellar hatto tavsiya berishyapti yomon ishligini aytib. Men esa hozir poliz ekinlarimni tez yig'ishtirib olsam, yig'ishtirib bo'lganimdan keyin qarorchidak nima edi? Borib janob merdan so'rayman, qanaqa o'g'irlik sodir bo'lgan, kim o'g'irlik qilgan. Endi janob mer biladimi yo'qmi bilmadimi, lekin bilsa kerak, chunki janob merlar hamma narsani bilishadi. Chunki birinchi ularga xabar yetib borgan, keyin janob merda o'zi politsiyachilarga xabar bergan. O'shaning uchun birinchi janob merda o'zidan so'rayman hozir. Tak, narsalarimni albatta har doimgidek joy-joyiga qo'yib olaman, ya'ni poliz ekinlarim pastga, asbob-uskunalarni tepaga qo'yib qo'yaman, instrumentlar to'g'rirog'i. Tak, mana bu yerda nima edi, telefonim bor edi. Mana bu telefon yordamida lokatsiyani joylashtirib bo'lmaydi. Shunda bu telefon yordamida bemalol ko'p narsani aniqlasam bo'ladi. Hozircha menimcha kerak emas, chunki hali o'g'ri aniqlanmadi-yu. Aniqlansa agar o'g'rini topish kerak bo'lib qoladigan vaziyat bo'lsa, o'shanda hal qilsa bo'ladi. Hozir mana bu narsalarim menga вообще-то kerak yo'q, shu narsalarni janob merga olib borib beraman, chunki janob mer sotib olgandi-yu mendan Mr. Beast berib ketgan o'yini. O'sha o'yinni olgani uchun ham janob merga bu narsalarni berishim kerak, chunki o'sha uyning ichidan olgandim bu narsalarni. Joyiga olib borib qo'ysam ham bo'laveradi, o'ta farqi yo'q. Xo'sh, menga hozircha bu narsalar kerak yo'q. Akam bergan joyiga qo'yib qo'ysam-chi, undan ko'ra janob merga berib nima qilaman? Mana bu yerda edi joy, mana o'sha joy. Shu yerga qoldirib ketaman, chunki janob merga berganim bilan u bu narsalarni ishlata olmaydi. Ya'ni bu narsalar juda ham qiyin narsalar. Ya'ni kompyuterni aniq ishlata olmaydi janob mer, bilaman 100%. Tak, bu yerga o'rnatib qo'yayin. Keyinchalik o'g'irliklarni ham aniqlasam bo'ladi bu yerda. Chunki kompyuterga yaxshi tushunaman, o'zingizlar bilasizlar. Xo'p, mana bu yerga o'rnatib qo'yamiz hammasini takoy qilib. Mana va o'rtaga buni qo'yaman. Kitob daftarlar shu yerda tursin. Mana bu protsessor. Protsessor albatta mana bu yerga kerak bo'ladi, tizim bloki. Xo'p, bu kitoblarni esa mana bu ikkita protsessor bor ekan, to'xtanglar.
rostdan ham ikkita ekan. Bu yerga kitoblarni qo'yib qo'ying. Yo bittamidi? Ikkita ekan. Mana bitta kitob ustiga qo'yamiz. Kitoblar baquvvat bo'ladi, ko'tarilib tursa. Bu yerda 3 ta bunaqa savatlar bor. Nima kerak menga mana shuncha savat? 3 tasi ham bir xil vaqtni ko'rsatsa, nima qilaman? 3 tasiga qaramayman, bittasiga qarayman baribir. Mayli, u farqi yo'q. Endi berishgan menga. Mana bu yerda bilasizlar bitta tizim bor, urushdan qolib ketgan tizim. Uni, короче, menga saqlab qo'y degandi, do'stim kelganda esinglarda bo'lsa, politsiyachi do'stim. O'sha aytgandan keyin saqlab qo'yibman bu yerda. Hop, mana bu televizor shu yerda tura qolsin, bu gantelni shu yerga qoldiraman. Mana bu mushok uradigan, mashq qiladigan narsa. Buni mana shu yerda qoldirsam menimcha to'g'ri fikr. Kompyuterni esa tak qayerga qo'yib, mana shu yerga qo'yib qo'yaman, bo'ldi. Endi esa janob merning yoniga borishim kerak. Janob merga aytaman, bo'layotgan voqealar, o'g'irlikni kim sodir etganini aniqlashimiz kerak. Mendan muhimi, agar ular короче shubhalanishsa, bu juda ham yomon degan. Chunki men o'g'ri emasman-ku, to'g'rimi? Agar mendan shubhalanishsa, dabdala bo'ladi hammasi. Xo'sh, tak bu yerda mana bu yerda adashib ketibman. Hozir bitta narsa qolib ketibdi, o'sha narsani men qolib ketmaganman, men bunaqa qilib qo'ymoqchiman. Chunki bitta blok olganda o'zi seziladi, bilasizlar. O'sha sezilmasligi uchun ikkita blokni tagiga qo'yib qo'ydim eshikni. Bu вообще sezilmaslikni oldini oladi. Xo'p, qurolni o'zim bilan olib yuraman, chunki agar o'g'rini uchratib qoladigan, yo'q, mayli, qo'yib ketayin, chunki agar janob mer qo'limda qurolni ko'rsa, menga gapirishi mumkin. O'g'ri kelganda ushlab olish uchun ham qurol kerak bo'lar edi. Unchalik ham hozircha kerak emas. O'shaning uchun hozir janob merning yoniga borib kelaman. Bu yerda nima qilishyapti bular? Nimadir gaplashyapti shekilli. Assalomu alaykum janob mer. Va alaykum, nima gap Jo'xa? Hamma yoqda kamera, o'g'irlik sodir bo'lgan deyishyapti. Ha, rostdan ham juda ham katta o'g'irlik bo'lgan. Qishloqdagi hamma jitellarning puli o'g'irlangan va oziq-ovqat mahsulotlari ham yo'q bo'lgan. Tushunarli. O'g'ri aniqmi kimligi? Yo'q, o'shani aniqlash kerak. Kim o'g'irlab ketgani hozircha noma'lum. O'shani politsiyachilarga aytganmiz, lekin ular ham aniqlasha olmayapti. Ha, mendan ham kelib ertalab so'ragandi va qanaqadir imzo oldi. Ha, bilmadim, xullas hammadan so'rab chiqishyapti, lekin topish biroz qiyinga o'xshayapti. Topilib qolar, vahima qilmaslik kerak lekin. To'g'ri aytasan, lekin topilmasa dabdala bor-ku. Meni qishloq merligidan ozod etishadi, ya'ni men mer bo'lmayman keyin. Bo'ldi, topiladi, vahima qilmang. Bu yerda короче narsalaringiz o'zida ham narsalaringiz o'g'irlanganmi? Ha, shunaqa, hammasi o'g'irlangan deyman-ku. Bo'pti, unda men borib uyimda o'zimdan narsalarni quruqlashtirib o'tirayin. Agar meni ham uyimga o'g'irlikka tushadigan bo'lsa, dabdala. Chunki meni uyimda bilasizlar, anchagina boyliklar, anchagina narsalar bor. O'sha narsalarni короче saqlashim kerak, qo'riqlashim kerak qisqasi. Bu yerda qanaqadir boshqacharoq kamera qo'yilgan ekan, 360 gradusli kamera shekilli, har tomonlama oladi. Tak, yana nimalar bor? Bu yerlarda qo'yilmagan ekan. Yaxshi, lekin mana bu Sochi qishlog'ida qo'yilgan bo'lganda zo'r bo'lar. Balki o'g'ri o'sha tomondandir. Hayronman, bilmadim xullas. Men o'zimni короче narsalarni himoyalashim kerak. O'shaning uchun hozir biroz o'tirib video olaman, keyin esa himoyalashni boshlayman. Tak. Hozir. Tak, o'g'irlikni men qilmaganimni ular короче tushunishi kerak. Shuning uchun Jo'xani uyini yoniga yashirib ketaman. O'g'irlagan narsalarim tushida hamma Jo'xani o'g'ri deb o'ylaydi va Jo'xa qamaladi. Keyin qishloqni men egallab olaman. Zo'r bo'ladi, lekin boru Jo'xa bo'lmasa bu qishloq parokanda bo'lishi aniq. Tak, bo'ldi, hech kim ko'rmadi shekilli. Ketdim endi. Tezroq ketmasam kimdir ko'rib qolsa dabdala. Ertalab bo'lib ketibdi-ku. Men juda ham uyquchi bo'lib boryapman kundan kunga. Mayli. Короче, obunachilar nima bo'layotgandi qishloqda? O'g'irlik sodir bo'lgandi kecha. Hozir notebookni o'chirish esimdan chiqib qolibdi. Polizdagi ishlar bor. Polizimda agar hosil pishib qolgan bo'lsa, o'shalarni tozalashim kerak hozir. Tushunmadim. Bu qanaqa sumka bu? Tushunmadim. Obbo, Yaramas, sen o'g'irlaganmiding hali hamma narsalarni. Hozir men seni janob bergan va politsiyachilarga xabar beraman. Qarab tur, seni ko'ningni ko'kka sovuraman. Hozir hamma o'g'irlagan narsalar shu yerda. Men ketdim. Hozir hammaga aytib beraman. Hammaga, seni o'g'irlikni hamma bilsin. To'xta, men o'g'irlamaganman, to'xta. Yo'q, senga ishonmayman. O'zim bilgandim seni o'g'irlaganingni. Hozir aytib beraman. Ko'rasan mendan yaramas. Tentak, to'xta, men o'g'irlaganim yo'q deyapman. Sen hali meni urdingmi? Urganingni ham aytib beraman. Ko'rasan meni ya. Tentak, men o'g'irlaganim yo'q. Kecha o'zi paydo bo'lib qolgan. Yo'q, o'zi paydo bo'lib qolmaydi. Sen aniq o'g'irlagansan. Hozir aytib beraman janob berga. Ko'rasan, qamalib ketasan. To'xta, jinni, nima bo'ldi? Tushunmadim. Men
men o'g'irlaganim yo'q-ku, axir obunachilar o'zingizlar ko'rdinglar. Qayerdan kelib qoldi ekan bu narsalar, tushunmadim. Hozir politsiyaga xabar berayim. Tak, politsiyaga xabar bermasam bo'lmaydi. Chunki politsiyachilar bu men qo'l-o'zim qolmasin, bularga tegmaganim ma'qul. Politsiyaga o'zim xabar bermasam, keyinchalik agar politsiyani o'zi sezib qoladigan bo'lsa, dabdala qamab yuborishlari mumkin aniq. Tak, hozir buni men shu yerga qoldiraman. Uzoqroqqa, uyimdan uzoqroqqa tursa, men o'g'irlamaganim bilinadi. Polizimni yoniga qo'yib qo'yayin. Yo'q, bu yerda turmasin yaxshisi. Xo'p. Uzoqroqqa janob mer yoniga olib boraman va janob merga ko'rsataman. Janob mer, ko'ring buni, men o'g'irlaganim yo'q deyman, lekin rostdan juda ham og'ir ekan. Buni olib yurish rostdan ham qiyin bo'lyapti axir. Janob mer yoniga hozir bir amallab yetib olsam, tak, bu yerda tursin. Janob mer, Jo'xa, sen o'g'irlaganmiding narsalarni? yo'q, qanaqasiga men o'g'irlayman? Qarang, bu narsalarni, qarochi, uyimni yoniga tashab ketishibdi. Men ishona olmayapman, lekin sen o'g'irlagansan deb o'ylayapman. Yo'q, qayerdan o'g'irlayman? Qarang, hamma yoq qolgan narsalar shuning ichida. Demak, lekin menimcha aniq sen o'g'irlagansan, chunki sen qayerdan olding bu narsalarni? O nima tushunmaysiz axir? Uyimni yoniga tashab ketishibdi. Kecha uxlashimdan oldin yo'q edi. Tushunarli. No, politsiyachiga xabar berganmiz. Biz politsiyachi kelgandan keyin o'shanga tergov ishlari olib boradi. O'shanga bo'lgan barcha voqeani tushuntirib aytasan. Tushunarli. Mayli, aytaman, aytishga harakat qilaman. Yo'q, aytishga harakat qilma, aniq ayt, tushundingmi? Xo'p, janob mer, aytaman, politsiyachi kelsin, qayerdan keladi? Hali kelmadi-ku. Kelsa ayt deyapman senga men shuni. Bo'pti, hozir politsiyachini yoniga olib boraman, unda politsiyachiga ko'rsataman buning ichida nimalar borligini va men o'g'irlamaganimni tushuntiraman. Shunaqa qil, tushuntirish kerak buni axir. Tushunmasa lekin nima qilsam bo'ladi keyin? Tushunmasa sen qabalasan, tushundingmi? Tushunarli, lekin politsiyachini qayerdan topaman hozir? Politsiyachiga xabar berish kerak. Tak, politsiyachi nahotki hozir uyimni yoniga menimcha kelsa kerak, o'zi ana jitel yaramas. Politsiyachiga ham xabar beraman dedi-yu. Agar politsiyachiga xabar bergan bo'lsa, dabdala bo'ladi hammasi bor. Agar politsiyachi sezib qolsa, men o'g'irlamaganman-ku. Nimani sezadi? Ana kelyapti. Tak, voy o'g'rivachcha, sen o'g'irladingmi hali narsalarni? Yo'q, kechirasiz, to'xtang, men sizga hammasini tushuntirib beraman. Tushuntirasan-da, kanishni. Qarochi, kecha uxlashimdan oldin bu narsalar yo'q edi uyimni yonida. Ertalab turib qarasam, uyimni yonida paydo bo'lib qolgan. Kim o'g'irlaganini aniqlash kerak. Demak, sen rostdan ham o'g'irlamagansan-a? Qasam ichaman, o'g'irlamaganman. Men o'g'irlaydigan bolaga o'xshaymanmi? Sen rostdan ham yaxshi bolasan, sen o'g'irlamagansan. Xo'p, unda sen o'g'rini topishda yordam ber. Bo'ldi, harakat qilaman topishga. Yo'q, aniq topish kerak, tushundingmi? Bo'ldi, topaman, o'zim topib beraman sizga. Unda ishga kirish, tezroq aniqlashtir o'g'rilarni. Xo'p, aniqlab topaman. Mana bu kameralarda izlasang ham bo'ladi. Xo'p, qanaqa bo'lsa ham xullas izlab topib beraman sizga o'g'rilarni. Unda ishlarni boshla. Xo'p, ishni boshlayman hozir.